Mana shunga как раз bitta hikoya bor. Savdogar haqida. Savdogar ikkita ishchisi bo'lar ekan. Bittasiga 10 so'm to'lar ekan, ikkinchisiga 100 so'm to'lar ekan. Ana 10 so'm to'laydigani kelib shikoyat qilibdi. Nimaga biz baravar ishlaymiz-da? U 100 so'm oladi, men 10 so'm olaman. Keyin savdogar gap ko'paytirmabdi-da. Bitta misolda ko'rsatmoqchi bo'ldi. Karvon ketayotgan ekan, borib bilib kelgan vaqt ketayotgan ekan. Narigisini ham yuboribdi. Shunda bunisi kelibdi-da, aytibdi, "Men karvon men qishloqqa ketyapti." Ikkinchisi bir pas vaqtdan keyin kelibdi, aytibdi, "Bu karvon debdi, men qishloqqa ketyapti. Mana buncha odam bor ekan karvonda, mana buncha tuyasi, mana buncha oti bor ekan. Mana bunaqa mahsulot olib ketayotgan ekan, mana bu narxda ekan. Qarasam bizga как раз manfaatli bo'lar ekan, mana bunaqa skidka bilan oldim, mana buncha pulingizni iqtisod qilib berdim." Bitta shuni o'zida juda katta namoyanda bo'libdi-da farqi. Bu nafaqat rahbarligi, balkim ishchiligi ham zo'r namuna bo'ladi-da. Chunki ishchilik ishiga mas'uliyatliroq, chuqurroq yondashsa, ana o'shanda oyligi oshishi mumkin. Rahbarlar ham tushunishi kerak-da. Hamma xodimlarga bir xil motivatsiya tizimi bo'lmaydi. Yaxshi ishlaydiganlarga yaxshi to'lash kerak. Agar hammaga baravar to'laydigan bo'lsa, qachondir yaxshi ishlaydigan ishchi ham haligi yomonga o'xshab ketishi mumkin, demotivatsiya bo'ladi.